Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, assalomu alaykum aziz andijonliklar va shahrimiz mehmonlari. Yangi kun, yangi tong va bugungi farahli onlar barchangizga muborak. Bugun studiyamizda yana bir mehmoni bor. Buloqboshi tumani madaniyat bo'limi xonandasi Diyorbek Ermatov. Hozir Diyorbek ijrosidagi go'zal bir taronani tinglasak-da, undan keyin yana suhbatda davom etamiz. Mehmon do'st ko'p ulfatlari, yemoqlik odatlari, boshqa joy viloyatlari kelaveraslar Andijonga. Kelaveraslar Andijonga. Bog' shamolni ko'rgani kelaveraslar Andijonga. Bo'lsa ham yelkamning gunohi og'ir, nima og'iri bordir. Farishta emassiz sizlar ham axir. Ortimdan gapirmang ortimdagilar, ortimdan gapirmang ortimdagilar. Diyorbek aka, qo'shiqni mana qo'shiqlarni tinglab turibmiz-da, ko'proq hayotiy so'zlar, keyin mana Andijonni o'ziga xos shevasida aytilgan birinchi qo'shiq. Keyingi qo'shig'ingizda mana shu ana hayotdagi masalalar, muammolar, umuman hayot falsafasi, ijodkorlar bilan bir yaqinlikni ko'rib turibmiz-da. Hozir biz asosan men shu o'zimizni mahalliy shoirlar akalarimiz bor. Endi taniqli san'atkorlar, shoirlarni ham she'rlarni qo'shiq qilsak bo'ladi. Endi o'zimiz ham shu o'zimiz qatori shu insonlarni ham qilayotgan ijodi ko'rinsin deb o'zimiz shu mahalliy shoirlar, Shuhratbek akamiz, shu Andijonchani yozgan Ziyo shoir, shu andijonlik ukamiz, qolaversa Umidbek degan shu ukalarimizni shu o'zimizga o'xshagan yangi chiqayotgan ijodkorlarni she'rlarini qo'shiq qilamiz. Biz bir mahallar baxtiyor edik, yengil shamoldek